Tartıvelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurrahim. 1. bölüm. 23. kısım. Mevlut'nun Yıldız'ni öz nopusiga almoqchi bo'lganini anglagan Izzatxon Nazilaning ko'zi ichidan chiqib ketayli deb qolgan edi. Buningga qo'shilib Yıldız'ning ko'zlarimi midrab, umi joyida turolmay qoldi. Amaliyotda u o'zi arzu qilgan bundaq oilaning haqiqiy qizi salohiyatiga ega bo'lsa, buningdan keyingi kunlarining qandoq o'tishidan g'am qilmasimi bo'ladi. Biroq u Mavludning o'z qizi bo'lmaganligi uchun bu o'tkaldan o'tishi zo'r mushkul bir ish hisoblanadi. Agar u qon tekshirtkili bo'lsa, tugashgina turganli gap. Shunga u biror bahona tepib, ati u yerga boradiganning ishini kayniga surish uchun amal o'ylayotdi. Hammaning sukuti turganini ko'rgan Mavlud Yulduzdan, "Qizim, xush bo'ldingmi? Oxiri sen mening nopusimga o'tib, varisimga aylanadigan bo'lding" deb so'radi. Yulduz og'zini ochmay, deb beshini langshitib qo'yib, atdiganda shopirlik maktabga boradiganligini, boshqa kunga o'rinlashtirsa bo'ladigan bo'lmaydiganligini so'radi. Mavlud shopirlik maktabga tushdan keyin borsangmi bo'ladi. Atidan qolsaq, mening ishlarim aldirash bo'lib vaqt chiqaramay qolamiz. Shunga atili berib ishni vaqtida bajarib yetayli deb javob berdi. Yulduz texmi tit bo'lishga boshladi va atdigangacha biror amal o'ylab chiqib, qon tekshirtish ishini orqaga surishni planladi. Va Mavludga "Bo'ladi dada, shunda qilayli" deb qo'yib, sirtqa chiqish planidan voz kechib, orqasiga o'rilib, hujursiga chiqib ketdi. Nazila Yulduzning chiroyidagi ansizlikni ko'rib, "Bu yerda biz bilmaydigan cho'qim bir ish bor. Bu oilaning qizi bo'lishga shuncha intildigan turib, oldiq fursat o'zi muhli kelsa, xush bo'lmoqda yo'q. Nemishqa chiroyi tatirib, tamdek oqirib ketadi. Bu yerda biz bilmaydigan cho'qim bir sir bor. U bir bo'lsa akamning qizi emas. Yana bir bo'lsa, bular intayin qo'rqinchli ishlar. Men cho'qim aniqlamay qo'ymayman." U shu xiyollarni qilib, Maryamga "Orqamdan chiq" deganni qilib qo'yib, hujursiga chiqib ketdi. Maryam polni surtayotgan bo'lib, lo'ngini dasning yuziga esib qo'yibla, Nazilaning orqasidan chiqdi. "Men sana bir ish topshirmoqchi. Sen otxonaga berib qarab boqqin. Heliq adabsiz qeyri bo'lsa uningga, "Ati mening ishim bor edi. Sizlarning mahalladan soatlik xizmatga ehtiyojli birasi bo'lsa tanishtirsangiz, mening o'rnimda 2 soat dachin tozalab bergan bo'lsa, ish haqiga 200 yuan beradi, puli naq" deb degan. Nima qilsang qilib uni qoyil qil. Bizning uydan tatliq turim, qand kezak degandek narsalarni elib chiqsangmi bo'ladi. Meningcha ularning qanday odam ekanligini mahallasidagilar cho'qim biladi. Yana bir gap. Apamga tinib sog'ichi bo'lma. Mendan so'rab qolsa, o'zim javobini beraman. Chiqib ketsang bo'ladi. Maryam Nazilaga ma'qul bo'lib, udoli otxona tarafga berib, qarab yiqib, uyda odam yo'qligini bilgandan keyin dachiga qaytib kirib, xizmatini tashlab qo'ygan yeridan davomlashtirdi. İpar bilan Arslan yanali ta'tir qarishib, orada Nurshad foydaga erishib, u ikkisining o'tirg'a texmo so'g'uqchilik selish bilan avora edi. Nurshad Arslanni İparning atrofida ko'gidek bo'lsa, udol berib İparga heli choy, heli u bu narsalarni akilib, o'zining xizmatini yaxshi qilmay yotadi. Arslan uni ko'rib qolgudek bo'lsa, ochiqdan yerilib ketgudek bo'lib ketadi. Bugunmi kun o'xshashli ma'nisiz o'tib, hamma ishdan tushib, uylariga qarab mengishdi. Arslan İparni apirib qo'yay degan bo'lsa-mu, u rad qilib avtobus bilan mandi. Arslan İparning orqasidan avtobusga tangli chiqdi. U odatda ko'cha avtobusiga o'tirmaganligi uchun yanada parcha pulmi yo'q edi. Shopir ustamning "Agar puling bo'lmasa tushib ket" degan gapini anglagan İpar orqasiga qarab Arslanni ko'rdi. Arslan İparning o'ziga qarag'anini ko'rib, "Ov mening loyiqim bo'ladi. Loyiqimning yanada parcha pul bor. Hozirli selib etaman" deb İparning yeniga kelib, og'zini o'mchaytib, kichik boladek qiliqlarni chiqarib turdi. İpar boshqalarning ikkisiga bazdak qarab turishidan xijil bo'lib, yanchuqidan 1 yuan parcha pulni chiqarib, Arslanning qo'liga tutqizib qo'yib,
bir qo'lida tutqushga esilib, yana bir qo'lini chapinining yanchuqiga selib qarab turdi. Arslan pulni selib keyin ihparning yeniga kelib, derazadan yo'lda o'tib ketayotgan kishilar va mashinalarga qarg'ash kulimsirab turadi. Ko'cha avtobusi ichidagi qizlardan biri ikkisi Arslanning qamlashgan bo'ybastiga qarab, "Voh, adash, bekli qamlashqankan. Yanadagi qiz bo'lmagan bo'lsa, az turibli o'zimning qilib olatdimkan" degandek gaplarni qilishib, kulki chaqchaq bilan ko'zini Arslandan uzmay qarab turishdi. U qizlarning gap so'zlarini ipar anglab turgan bo'lib, u astag'ini putini surkab, Arslanga yana yaqinlab, uni qizlardan kullab, qapoqlari turilib ketgan edi. Arslan iparning yeniga yaqinlab kelganini sezib, darhol bir qo'lida uning mo'risidan tutib, o'ziga texmi yaqin chaplab kulib turadi. Chunki u qizlarning boyiqi gaplarini to'liq anglagan edi. U qizlarmi qiziqgan deyman. Yanada turgan odamni anglab qolarmi demay, og'zidan nima chiqsa shuni deydi ekan. Bir hisobda bu qizlarning shu gaplarni qilganimi yaxshi bo'lgandek turadi. Chunki ihbar Arslanga bu bir qancha kundan buyon to'nchi qatim chiroy echib kulimsiradi. Shunda qilib, ular ko'cha avtobusidagi qizlarning soyisida yarashib olganmi bo'ldi. Ular dachining oldiga kelib, gullikning yanidagi tosh o'rindiqda oradagi o'qishmasliklarni biror qur tugatganmi bo'ldi. Ihbarmo u kundagi ishni unutib ketadigan. Arslanmo bundan keyin unodan sir saqlamaydigan bo'lib, o'tlari qaytadan texmi bak yalqunjab tutishishga boshladi. Ular qizg'in paranglashayotgan shu daqiqada Yulduz derazadan ularning yilimdak chaplashib, kulki chaqchaq bilan o'ltirganligini ko'rdi va ochiqqa g'o'shida tutdi. Arslan ipar bilan xo'shlashib ketib bo'lgandan keyin Yulduz iparning yeniga chiqdi va o'zining birdan paranglashqusi borligini, bir ish to'g'risida maslahat soladiganligini dedi. Ipar Yulduzga ma'qul bo'lib, boya o'ltirgan tosh o'rindiqqa kelibla o'ltirdi va nemish ekanligini so'radi. Yulduz birdan turib o'tgandan keyin Iparning qo'lini tutib turib, "Ikki odam muhabbatlashdi deyli. U ikkisi har jihatdan, masalan, oila kelib chiqishi, chiroyi, taqturqi degandek har jihatdan bir-biriga to'liq moslashgan bo'lsa, ham yana kelib u ikkisi bir-birini chin dilidan yaxshi ko'rishgan bo'lsa, lekin u yana bir tarafda o'ziga faqatla mos kelmagan bir qizning ko'ngliga chaqchaq qilib, o'zini unimi yaxshi ko'rdiganda ta'sir bersa, u qiz u ishni bilmasa, keyin bilib qolganda seningcha qanday ishlar yuz berar? Ha? Qiz u bir jup oshiq-mashqni ayirib etib, o'zi sevgan shu odamni o'zining qilib olamdi yoki o'tinib beramdi? Dunyoda mushundaqmi ishbilas odam bormidi? Bir ko'ngilga ikki odamning siqqini nada bor? Navada u boshda sevgan qizni haqiqiy yaxshi ko'rsa, meningcha yana bir qiz u ishni bilib qolgan taqdirdami, u yigit yanala boshda sevgan odamini tanlaydi. Chunki ko'nglida sevgan odami bor odamning keyin yurgan odami cho'qim uning ko'ngil xushi. U hargiz muhabbat emas. Ajab g'alati gaplarni so'rding-ku. Ajaba sen muhabbatlashgan o'xshamamsan? Davatqiningdagi u ikki qizdan qaysisi sen? Boshdagisimi yoki keyinkisimi? Bo'ldi. Men bilib bo'ldim. Tatinmay davagin. Seni o'ziga buncha ram qilib olgan qaysi talayli yigit u? Yulduz Iparning so'rgan savoliga nima deb javob berishni bilmay gangrab turib qoldi. Chunki u boyiqi gaplarning hammasini ko'z oldiga Arslanni akilib turib degan bo'g'ashqa, uningga qaysi holatda, qaysi yo'sinda desa, Iparning Arslandan voz kechishini bilmay birdan turib ketgandan keyin xijil qildiryapting-ku odamni. Muhabbatlashdim. Xeyli bo'lgan. U menga tug'ilgan kuni bo'lishdan 2 kun avval to'y taklifi qo'ydi. Mushu yil ichida to'yimizni qilib o'tayli deganda, menmi uningga qo'shilib bo'lgandim. Biroq bu 2 kundan beri qo'rsini ko'rsatmayotdi. Telefon qilsam oldirashli deydi. Shuni turib o'ylab qoldim. Uni ozdirayotgan cho'qim birsi bor. Bo'lmasa u hech qachon meni bunday yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Kimligini bilgan bormi? Hech kimga demoqchimi amsa? Uni senmi taniysan?
u dadamning yanida ishlaydigan Arslan shu. Arslan? Bu qandaqmi? Voy, nima bo'ldi? Chiroying ajab tatirib ketdi-ku. Sen bir ishni biladigan o'xshamamsan, ha? Uni boshqa biri bilan ko'rib qolgan o'xshamamsan. U kimkan? Menga aytib bergina. Jinim singlim, bo'la. İpar bir eg'izmi gap qilanmadi. Uning chiroyi tatirib, helila yerga yiqilib tushadigandak bir holatda o'ltiradi. Yulduz İparning nima deb inkos qaytirishini bilib beqish uchun uningdan to'xtamay, "Sen ko'rib qolgan o'xshamamsan. Jimib ketding-ku" degandek bir qator savollarni qayta so'raverdi. Lekin İpardan sado chiqmagan edi. İparning ichini tinimsiz bir nima g'ajilgandek bo'lib, yuragi zing-zing qilib og'rib ketgan edi. İpar Yulduzning o'zini to'xtamay noqishidan esini yig'ib, "Hozirla toshqizib tayyor qilsam bo'lmaydigan bir jadval bor edi. Men mangay debla o'rnidan qo'zg'alib, o'ziz holda yig'lig'inicha uy tarafga qarab yurib ketdi. Yulduz planining muvaffaqiyatli holda amalga oshganligini ko'rib, xush bo'lgandek qilgan bilan, biroq uning ko'ngli yerim bo'lgan edi. Chunki u İparga mingni o'shlik qilsa-mu, uningdan ayrilib qolishdan qo'rqatdi. Uni bu dunyolikdagi birdan-bir qarindishim deb biladi. İparga o'xshash uning yuragi etishib og'irdi. Meni kechir singlim. Asli sendan söygen adamingni bosimi tatib olmasam bo'ladi. Biroq Arslanni men sendan burun yaxshi ko'rib qolgan. U mening bo'lish kerak. Nimishqa doim men orzu qilgan narsaning hamma sening bo'ladi. Nimishqa men yaxshi ko'rgan odammi meni tanlamay seni tanlaydi? Ha? Ben balkim sening siyaqingda bu yerda bek uzunmi tura olmasligim mumkin. Vaqti kelganda hammadan ayrilib qolgan vaqtimda yenimda men söygan, menimi söydigan birining kelishini umid qilaman. İşlar oshkorlanganda senmi meni tashlab etsan, u chaqda men sendek yaxshi singlimdan ayrilib qolaman. Mening Arslandan ayrilib qolgim yo'q. U balkim hozir meni yaxshi ko'rmasligi mumkin. Biroq men cho'qib uni meni yaxshi ko'radigan qilaman. Cho'qib. İpar uyga kirib, hujurning ishkini ichidan taqab, yerga seliqliq tushlari tushib, taz bo'p qolayli degan kigizning ustiga o'zini tashlab, og'zini etib olib, yum yig'ladi. Nimishqa? Zada nimishqa? Nimishqa u bo'ladi? Men uning ishinib, ko'nglimni uning qo'shqo'llab qizg'antirsam, nimishqa u mening muhabbatimga osiylik qiladi? Nimishqa mening sevgimdan foydalanib, meni ko'ngil qiladi? Acaba mening sevgim, pak muhabbatim, ko'nglim shu qadar arzimasmi? O degan mening ocham tursa, nimishqa uning bilan ko'ngil berishgan turib, yana mening ko'nglim bilan o'ynashidi? Men seni hargiz kechirmayman, Arslan. Men tegi sening menga bo'lgan ko'ngil bilishlaringni rost deb o'ylab ketibdiman. Seni deb nechkish kirpik qoqmay, yig'lab chiqqan kunlarimga la'nat bo'lsin. La'nat! Esin, saqlagan aqidamga. Esin, seni oshiqim deb yurganimga. Asli men sen meni kutubxonaga kirishni cheklab, ishtirib yerga yiqib ketgan chog'dala sendan voz ketsam bo'ptikan. Aqlimga po'xchigan bo'g'aydimmi?
ojiz qizg'i. Menga xiyonat qilishni ko'nglim qandoqmi ko'targanda? Sen bundaq qilib, zodi nimaga erishmoqchi bo'lgan bo'g'itda u ishplas. Bo'ldi bas. Men seni sevginim bilan sen undaq qilmaydi ekansan. Endi seni xalqancha qo'yib beray. O'zimni qo'yib beray. To'g'ri. Bundaq qilsam ko'nglim yerim bo'ladi. Lekin bundaq azobnish ichida kun o'tkazganga qaraganda menga yaxshi. İşbar qan yig'lab turib, ichida shu gaplarni Arslonga da'vatlatdi. Hey Isit, bechora qiz yana nima kunlarni beshidan o'tkaza, ha? Uni yana qandoq azobliq, pishkanlik kunlar kutib turgandi. U bu umrning oxirigacha o'ziga tava bo'lganlarini yulduzga tartqizib qo'yib o'tib ketami? Bu ishlarning hammani yulduzning bir qo'lliq o'ydirib chiqib, shunda qilganligini u zodi qachon biladigandu. Uningga az qoldi. Tang asla Mavlut yulduz bilan ota balalik qon tekshirkili bo'lsa, hamma ish oydin bo'ladi. U chaqda yulduz qandoq qila? U nima kunlarni ko'ra? Omo ishparga o'xshash azobning ta'mini tetib baqami? Yoki bu umrning oxirigacha hech nimaga pushaymon qilmay, azobning nima ekanligini his qilmay o'tib ketami? Mana, oxiri bu azobga to'lgan kechimi oxirlashib, tangmi atdi. Ishpar texicha oqshom o'zini tashlab yotgan yeridan medir-sidir qilmay yotadi. Mavlut yulduzning bugun mijozim yo'qtirdi. Boshqa kuni barayli deganigimi unamay, uni ota balalik qon tekshirtishga zo'rmi zo'r elib mandi.